o'qituvchi bo'lish xohlaydigan yoki hozir o'qituvchi bo'lib ishlaydigan ustozlar, sizlar uchun bir ikkita narsani aytmoqchiman. Hozir prям shunaqa boshim og'riyapti. Ko'pchilik meni prям darslarda o'tishni sevadigan, metodlar malikasi, yana bir shunga o'xshagan ta'riflar eshitaman. Sizdan ilhomlanamiz. Yo'q. Men ham hamma qatori ustozman, hamma qatori ayol kishiman, hamma qatori muammolarim bo'ladi, problemalarim bo'ladi. Mana hozir dahshatli boshim og'riyapti. Umuman eplolmaydigan darajada boshim og'riyapti. Hech narsaga qaramayapman. Ovqat ham qilganimga bolalarimga ham qaramayapman. Telefon o'ynab o'tirishibdi. Telefon berdim bolalarimga. O'qituvchi bo'lish degani juda ham katta mas'uliyatda. Bugun dars davomida, kun davomida darsimni o'tishga harakat qildim, bosh og'rig'i bilan, lekin uyga kelib o'zim bolalarimga qarashishga holatim yo'q. O'qituvchilik bu katta qurbonlik. Bu bilan nima demoqchiman? Hamma narsani o'ziga yarasha past-baland bo'ladi, hamma narsaning yaxshi yomon tarafi bo'ladi. Ba'zan unaqa bo'ladi, ba'zan bunaqa bo'ladi. Har kuni ham siz energichniy bo'la olmaysiz. Bu normal holat. Har kuni ham darslaringizni qiziqarli o'ta olmasligingiz mumkin. Bu normal holat. O'quvchi ba'zida darsingizdan zerikadi. Bu yaxshi. U zerikan holatda ham sizdan nimadir o'rganish kerak, o'rganishga harakat qilish kerak. Darslar faqatgina qiziqarli bo'lishi kerak emas. Darsda faqatgina siz bilim berishingiz shart emas. Ba'zan tajriba berasiz, ba'zan tarbiya berasiz. Ba'zan uni kelajagiga bo'lgan umidni uyg'otasiz bir o'quvchingizdan. Ba'zida rejalashtirgan ishlaringiz bo'lmaydi. Ba'zida o'quvchi qanaqadir savol so'raydi, siz buni bilmaysiz. Chunki siz hamma narsani biladigan ustozmansiz. Hamma narsani biladigan yo'q dunyoda. Siz izlanayotgan bitta ustozsiz. Albatta bu narsani javobini topishingiz kerak birgalikda o'quvchilaringiz bilan, lekin bu narsa uchun o'zingizni past baho berishingiz kerak emas.